Sen tozalayverasiz. Nima ish bu? Olma ketdik. Biz haqiqatdan ham mehrli obunachilarimizga bugun olib borib mehr ulashamiz. Sormaysizlar endi. Nima kanalizatsiya tozalash? Bir kunda tugatish kerak hammasini. Shu bugun. Shuncha odam xafa bo'lib qolmadimi endi? Endi rizqi bor akta ularni. Papka o'yganmi sizga? Papka bo'lganmisiz? Xema birinchida turibdi bosimmi? Realni ya. Bosim bobon somsasini yeganmisizlar? Yeganmiz. Ha? Yeganmiz. Siz bormaganmiz lekin. Kim necha kishi yemagan? Ikkalasini yeganmiz-da. Bitta siz yegansiz-da, ha? Yaxshimi? Zo'r. Sizlar yemagansizlar, ha? Ta'mini bilmaysizlar, ha? Bugun yeysizlar endi. Bir kunga necha puldan ishlaysizlar? Ishga qarab. Ha, ishga qarab. Qarab. Xudo deb chiqqaningizdan keyin beradi-da. Videolarda ko'rib niyat qilib qo'ygansiz-da. Xudo xolasa bugun shu niyatingiz amalga oshar ekan. Shikaytsizlar. Mana bosim bog'on somsasini yeb ko'rmaganman debdilar. Endi yeb ko'rasiz. Bosim bog'on mehrli balig'i ham. Bismillahirrohmanirrohim. Tinchlikda xotirjamlik, sog' salomatlikda shu o'tirgan o'yinimizga qolmasin. Hammani kasb-korlarga barakasi, hammani oilasiga tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Robbana robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azoban rahmatullah. Somsa baliqlar yoqdimi? Nima ish qilamizga bo'ldingiz? Sizmi? Endi o'tamiz-da, boshqa o'tamiz. Shu ko'p do'stimiz Sabtga o'zingiz maqtasini yo'l berasiz. Bu xizmat. Hammaga bo'lib berasiz. Bo'ldi. Bizga shu ishni qildingiz aka. Rahmat. Duoni qildingiz. ishlamaymizmi? Yo'q. Bugun ertalab turdimda niyat qildim. Ichimga shunaqa nima tuyg'u keladi-da. Qani duo olishim kerak. Odamlar rozichilik olishim kerak. Men akamiz haqiqatan duo qildi. Mayli salomat bo'lasizlar. Aziz mashinada yigitlar tashab keladi o'zingizlar. Ishni davom etkazaverasizlar. Xudo bergan rizqni yana teraverasizlar.